Men 2 oydan keyin borsam menda miyoma yo'q chiqdi. Assalomu alaykum. Men bu Coral Club kompaniyasiga sog'ligim bo'yicha kelganman. Meni xo'jayinim vrach bo'lib ishlaydi. U kishi mendan 1 yil burun bu kompaniyaga kelib ishlagan. Menda ortiqcha ves bo'lgani uchun ham miyoma bo'lib qoldim. Miyoma kasalligidan menda qon ketishi ko'p bo'ldi. Shunda ginekologlarga bordim. Ular menga gormon dorilar yozib berdi. U dorilar menga yoqmasdan qonim qo'yilishni boshladi. Qonim qo'yilgandan keyin menda davleniya kunda baland bo'lib oshadigan bo'ldi. Dorilar ichdim. Oxiri ukol oladigan magniy sulfat, dibazol, papazol shunaqa ukollarga o'tdim. Shuning ichida xo'jayinim Coral Club kompaniyasida ish boshlaganda menga detoks programmasini apga berdi. Sotib olib uni ichishni boshladim. Har kuni davleniyamga dori ichar edim, tabletka ichardim. Tabletka ichmasdan bir kun esimda yo'q, bozorga ketib qolibman. Bozorga borib, ertalabchi ketib, kechgacha yursam ham davleniyam oshmadi men. Detoks boshlaganimga 4 kun bo'lgan edi. O'zim hayron qoldim. Keyin detoksni davom ettirdim. Uni ichib bo'lib, 2 oydan keyin borsam menda miyoma yo'q chiqdi. O'zim sog'lom bo'ldim. 7 kilogramm ves tashladim.